Kunlarning birida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Oysha radhiyallohu anhodan xursand bo'lib, "Ey Oysha, mendan xohlagan narsangizni so'rang" dedilar. Oysha radhiyallohu anho juda ham ziyrak ayol edilar. Bu fursatni qo'ldan boy bermaslik uchun eng yaxshi narsani so'rashni qasd qildilar va aytdilarki, "Bu borada otam bilan maslahatlashsam maylimi?" dedilar. So'ngra Abu Bakr radhiyallohu anhuning huzurlariga borib, voqeani bayon qildilar. Abu Bakr radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Mirojga chiqqanlarida Alloh taolo u zotga ko'p so'zlarni aytgan, o'shalardan birini aytib berishlarini so'rang dedilar. Oysha onamiz otalari aytgan narsani so'radilar. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Robbim menga Miroj kechasida mening nazdimda mo'minning darajasi shu darajada yuqoriki, qaysi bir mo'min boshqa bir mo'minning qalbiga xursandchilik solsa, albatta jannatiy bo'ladi dedi deb javob bergan ekanlar. Oysha radhiyallohu anha xursand bo'lib Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuga bu gapni yetkazgan edilar. Abu Bakr qattiq yig'ladilar. Shunda Oysha radhiyallohu anha "Nega yig'laysiz? Axir bu xursandchilik xabari emasmi?" deb so'radilar. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu bu mo'minning qalbi Alloh taoloning nazdida shu darajada qadrliki, kim unga ozor yetkazsa do'zaxiydir degani bo'ladi deb javob qilgan ekanlar aslar. Demak, har birimiz odam bolasi borki, uni noo'rin ranjitmasligimiz, dilini xufton qilmasligimiz zarur ekan.